Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahar markazida Raddomning yanında, shahar Raddomning yanında 3 qavatli toza qurilgan domimizni birinchi qavatida 40 kvadratli bir xona sotib olib chiqqan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Giraverish qismimiz keng tushgan, oboydan chiqib turibdi. Patologlarimiz natijnoy registrlar tashlagan ekan. Oboydan yaxshisidan qo'yilgan ekan. Aziz yurtdoshlar, giraverish qismimiz avtomatlarimiz bor ekan. Bu yonimizda oshxona bo'ladi, bu yon tarafimizda xonasi, bu yonimizda sanuzel. Bu yerda ko'rib turganingizdek, sanuzelimiz kafeldan chiqqan, arizonlar qo'yilgan, umumanliklar bor, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Registrimiz ham tashlangan, nasoz ham ishlab turibdi. Bu yon tarafimiz oshxona bo'ladi. Oshxonamizda ham shunday o'tiradigan mesta aytib qo'yibdilar. Kuxnya mebelimiz bor, холодильникam, kirmachinam bor aziz yurtdoshlar. Gaz plitamiz ham tayyor. Bu yerda zamonaviy kotelimiz ham shera o'rnatilgan ekan. Vitishkalarimiz ham tayyor aziz yurtdoshlar. Ko'cha oldimizda tushgan bir oyna bor. Jaluzi pardalarimiz ham qistirilgan. Patologlarimiz natijada patolog bo'lib turibdi. Fartuqlar urilgan, devorimizning yarim qismi oboydan chiqib turibdi. Zalni ko'rib o'tamiz aziz yurtdoshlar. Giraverish qismimiz ishli koridorimiz kafel qilingan ekan. Eshiklarimiz bir xil eshikdan qo'yilgan. Bu yerimiz xonasi. Bu yerni spalni qilib qo'yibdilar ekan. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turgan barcha jihozlarimiz qoladi. Xohlasangiz bu yerni olib tashlaysizlar. Televizorimiz ham bor ekan, lyustramiz osilgan, patologlarimiz yana shunday qora natijada bilan devorlarimiz ishning oboydan chiqib turibdi ekan. Bu yerimiz 100% laminat ekan xonamiz. Oshxonasi bilan. Yurtdoshlar, bahosini aytib o'taman. 310 million so'm. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat etaveringizlar. Keyingi roliklar uchun sog' omon bo'ling. Ishlaringiz omadli.